Liflik 7-qavat mana. Bu nasib biz topshiramiz buni. Bu yoqqa yana 1-qavat tualet. Boler qo'yilgan. Qo'yiladigan sobun, oyna, led. Bu devorlar hali qo'yilmagan. Uborka ishlari ketibdi. Qandil 3 xil yonadi. Yo'q avtomat. Yaxshisidan. Tak bu mehmonxona, qo'llar ham keldi, pardalar ham urildi. Bu ham 3 xil yon bo'jadi. Bichi glas. Qo'llarga hozir tayyorlaymiz qo'llarning rozetkalari. Natijada patologik qilingan. Chiroyli. Hammaga rakovinalar o'rnatilgan. Bunga ham oyna qo'yilgan. Shunga ham qo'yilgan. Yuvinadigan joyi, vanna, kir moshinaga ham ketib qo'yilgan. Oshxonani yoqish kerak ekan. Oshxona batareya qo'yilgan, televizor qo'yilgan. Tamom 55 yo 50 ziddiyat bilan ishlangan. Mana chiroyli qandilchasi bu ham 3 xil yo'ldan o'tishi. Podsetka. Agar kimda kim yo'qsa podsetkasi. Keyin kuxna, mana bu eshigi ham $2000 ga qurilgan. Bu stolchasi, choy ichish, bu kuxna moykasi. Manzarasi ham zo'r. 7-qavatda. Terak zo'rdanda bu. UVD, pasport stol. Bu tarafda xolodilnik buni ochmadik, bu ham zufler edi. Zufler katta sensorlik. Yotoqxonasi. Bichi glas qo'yilgan. Bu yoq ham chiroyli qandil qo'yilgan, parda qo'yilgan. Bu ham 3 xil yo'l bo'chadi. Bu pardasi.